Yana bir mehmonimiz xonanda Husniddin Azimov. Assalomu alaykum Husniddin. Xush ko'rdik studiyamizda. Husniddin bugun Qashqadaryodan yetib keldilar dasturimizda ishtirok etish uchun. Ustozlar ijodiga havas qilgan holatda chiroyli qo'shiqlarni ijro etganlar, mualliflik qo'shiqlari bor. Bugun ular bilan ham yaqindan tanishamiz. Hozir bu yerga Qashqadaryodan mehmonimiz kelganlar. Husniddin aka ham ustozlarning yo'lida ustozlarning qo'shiqlarini ijro qilgan ekanlar. Agar ijozat bersangiz Ilhom aka, Husniddin akadan ham bitta chiroyli qo'shiq eshitsak, Muhriddin Xoliqov ijrosidagi bir qo'shiqni bir chiroyli kuylagan ekanlar. Endi bizga yoqdi. Siz ham bir eshitib ko'ring-chi. Husniddin aka keling, Qashqadaryodan tashrif buyurdilar. Keling Husniddin aka, marhamat. Sahnamiz. Eshiging ochilmadi men uchun, ketar bo'ldim yuzingni bir ko'rolmay. Uyingdan joy topilmadi men uchun, ketar bo'ldim yuzingni bir ko'rolmay. Sevdim desam tenging bo'lak deydilar, keldim desam joying yo'lak deydilar. Sening sevging kimga kerak deydilar. Ketar bo'ldim yuzingni bir ko'rolmay. Sening sevging kimga kerak deydilar. Ketar bo'ldim yuzingni bir ko'rolmay. Derlar jon sog' bo'lsa jahon topilg'ay. Parcha tuproq, parcha osmon topilg'ay.